qatnashdik va 3 yil davomida tayyorgarlik ko'rdik va yakunda natijasini, mevasini berdi. Davlatimiz rahbari tomonidan futbolga oxirgi yillarda juda katta e'tibor qaratilmoqda. O'sha hududlarda futbol infratuzilmasi takomillashyapti. Bu qanchalik sizning jamoangizni yutuqlarda o'z aksini topdi? Albatta, buni o'sha Osiyo futbol konfederatsiyasi saytiga bergan intervyudan ta'kidlab o'tdim. Oxirgi yillarda o'sha ular savol berishganda, nima uchun O'zbekistonda futbol bunchalik jadallik bilan rivojlanyapti deyishganda, birinchi navbatda davlat rahbarini oxirgi yillarda futbolga juda katta e'tibor qaratishlari natijasida hamda o'sha futbolga bo'layotgan e'tibor hamda o'zlari ko'p ta'kidlagan o'sha nazoratimda doim aytganliklari uchun shuni natijasida futbol O'zbekistonda jadallik bilan rivojlanyapti va bu o'zini natijasini berib kelmoqda. Buning uchun futbolchilar nomidan, murabbiylar shtabi nomidan prezidentimizga o'zimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Katta rahmat sizga. Albatta bu natijalar yillar davomida ko'rilgan tayyorgarlik barobarida mana shunday imkoniyat, qo'llab-quvvatlovchi ishonchning samarasi deya olamiz. Ko'rib turganingizdek, futbolchilar ham, murabbiylar ham tashqarida ular uchun maxsus sahna hozirlangan, ana shu yerga osh pishmoqda, chunki hozir terma jamoa a'zolari ishtirokida futbolchilar, ularning yaqinlari, qolaversa keng sport jamoatchiligi ishtirokida tantanali tadbir bo'lib o'tadi va mana shu tadbirda futbolchilarga, murabbiylarga, Osiyo Kubogi qahramonlariga davlat mukofotlari, prezident sovg'alari topshirilishi kutilmoqda va shu bois hozir deyarli barcha futbolchilarni hozir tashqariga olib chiqishadi va biz jarayonlarni kuzatib boramiz. Bu yerda hozir juda ko'pchilik